Hammaga salom. Bugun biz qanaqa qilib wildcard yaratishni o'rganamiz. Undan oldin kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Qani bo'lmasa boshladik. Birinchi bo'lib kartaga kiramiz va wild degan joyga o'tib yaratishni bosamiz. Sizlarda savol-javob chiqadi. Men qilib bo'lganman. Men yaratgan wildcardlarimni ko'rib turibsizlar. Hozir kodini chiqarib qo'yaman. Endi yaratishni bosasizlar. Keyin arenani tanlab, pastdagi joydan xohlaganinglarni tanlay olasizlar, chunki bu yerda o'qlar VIP bo'ladi, qolganlarida VIP emas. Endi bu yoqdan mana shu hammasini o'chirib chiqamiz. Xohlasanglar o'chirmanglar. Boshqa joyga qursanglar bo'ladi. Faqat bu yoq ko'rinib qoladi. Shuning uchun hammasini o'chirib chiqaman men. Mana hammasini o'chirib bo'ldim. Endi pastdagi to'rtburchak joydan kerakli narsalarni tanlab olsam bo'ladi. Sizlar o'zingizlar kerakligini tanlab qura olsanglar bo'ladi. Endi mana shu yerdan mana shu odamchani tanlaymiz. Keyin mana shu yerga odam chiqadigan joylarni belgilab qo'ysanglar bo'ladi. Mana shu nastroykani bosib, qaysi jamoa qancha odam chiqishini belgilab olsanglar bo'ladi. Mana shu taxtachaga narsalarni yozib qo'ysanglar bo'ladi. Yozib bo'lganinglardan keyin mana shu yerdan nastroykalarni qilib chiqasizlar. Bu narsadan odam narsalarni chiqib ketmasligini belgilab qo'ysanglar bo'ladi. Mana shunaqa uzun kodda qilib. Bu narsa hozir menga kerak emas, shuning uchun o'chirib olaman. Bu narsadan odamga оружие, shlemdan bersanglar bo'ladi. Hammasini qilib bo'lganinglardan keyin mana shu joyga o'tib qo'shishni bosib, birinchi mana shu narsani qo'shamiz, keyin bermoqchi bo'lgan komandalarni qo'shib chiqasizlar. Keyin saqlashni bosib qo'yasizlar. Bu narsa zonani belgilab qo'ysanglar bo'ladi, faqat to'rtburchak variantda. Endi sinashni bosib, bu kartani tekshirib ko'ramiz. Bu narsadan ob-havoni belgilab qo'ysanglar bo'ladi. Pastroqga tushirib, mashina, keyin har xil maxluqlarni qo'ysanglar bo'ladi. Bu
Wow kartalarga rasm qo'yish uchun sinashni bosasizlar. Keyin kerakli joyga borasizlar. Borganingizdan keyin mana shu kamerachani bosasizlar. Keyin xohlaganingizcha qilib rasmga olasizlar. Men yaqinroq qilib rasmga oldim. Keyin saqlashni bosib qo'yasizlar. Keyin 10-15 sekunddan keyin kartaga rasm qo'yiladi. Keyin mana shuni bosib, wow kartani nastroyga qo'ysanglar bo'ladi. Keyin bu yoqdan wow kartaga nom bersanglar bo'ladi. Keyin saqlashni bosib chiqib ketasizlar. Mana wow karta ham tayyor. Endi buni mana shu kerakli joylariga narsalarni yozib, pitichkalarni qo'yib joylashinglar bo'ladi. Joylayotganda nashr qilishni bosib joylaysizlar. Hammaga xayr, videoyim foydali bo'lgan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.